Bugungi obzorimiz Oqtoshda yagona bo'lgan gazoblok sexi haqida bo'ladi. Eng qizig'i, bu gazoblogimiz suvda cho'kmaydi, o'tda yonmaydi. Qishki kuni sovuqda o'tkazmaydi, yozgi kuni issiqda o'tkazmaydi. Ishingiz sifati yengil, oson bitadi. Obunachilar buni qulaylik tomonlaridan biri, bu juda ham silliq bo'lib, buni tergandan keyin ishga tursa umuman kerak emas. Ichkari tomoniga rotmon tortib, remontini qilaverasiz. Dala tomon bemalol ustida tranzit qilaversangiz bo'ladi. Xohlagan razmerlarimiz bor. Yaqinda uyini remont qilaman, uyni boshlagan qarindoshlarga, o'g'aylarga jo'ralab tashlab qo'yamiz. Buni g'isht deb o'ylayapsizmi? Bu ham gazoblok. Istagan turdagi razmerda chiqarib beramiz. Qurilish tashkilotlarini hamkorlikka chaqirib qolamiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mavjud. Sifatsiz deb o'ylayapsizmi? Sifatiga вообще garantiya. Ankerni qo'qasiz 100 kilogacha yuk ko'taradi bemalol. Go standartdan o'tgan sertifikatga ega. Qancha ob'yomdagi, kichkina ob'yom deysizmi, katta qurilish firmani bemalol zakaz qilaverasizlar, ishlashaveramiz. Eng qizig'i, shu yerdan gazoblok xarid qilsangiz, har bir mijoz uchun shunaqa futbolka va kepkalar sovg'a tariqasida qo'shib beriladi. Bu yerning manzili Oqtosh gazoprovodning yonida, poyezd yo'lining yonidan kirib kelasiz.